sen ham baxting top. Lekin meni hayotimdan butunlay chiqib ket. Bu nima qiliq? Buni ahvol. Qanaqasiga? Ey, baraka topgur onasan-ku. Nimaga qaramading? Nimaga? Kechasi uxlashimizdan oldin opam shu yerda edilar. Nimadir bo'ldimi? Ziyoda yaxshimi o'zi? Ko'chada bir yigit bilan gaplashib turganini ko'rgan edim. Ey, ko'chadagi duch kelganni uyga boshlab kelaverasanmi? Tentak qiz. Dadajon. Nima qilsam roziman. Faqat kechiring, iltimos. Qizim Ziyoda uydan chiqib ketgan. U kim bilan ketgan? Meni gumonim bo'lajak kuyovdan. Ha. U qizimni qayergadir olib ketgan. Ziyoda hozir qayerda? Qayerda va kim bilan yuribdi? Bu ahvolda to'yni to'xtatamanmi degan gumonim bor. Dadasi, telefoningizni qo'ying. Bundoq e'tibor ham bermaysiz odamga.
Nima ketib bormisan puli? Ha, bumi, ko'ynakmi? Qani, siz sovg'a qilgan ko'ylakni kiyib oldim. Yarashibdimi? Yarashibdi onasi, menga qara. O'zi senga hamma narsa yarashadi-yu. Ana gap boru, qop kiysa ham yarashadi. O'sha gap senga aytilgan o'zi. Bilasizmi nega menga yarashadi? Chunki o'zim ham chiroyliman-da. To'g'rimi? Endi biz nima ham deymiz? Biz noto'g'ri bo'lsa ham to'g'ri deymiz-da. Tavba, gapingiz qursin-ey. Bilasan nimani o'ylab o'tiraman? Onasi, 2 kundan keyin Ziyoda qizimizni uzatib yuboramizmi? Ketadimi? Birinchi tug'ilgan paytlari esingdami? Chaqaloqlik payti qop-qora qiz edi. Qoshlari qop-qora. U kichkina xuddi o'zimga o'xshagan. Yaxshi sochi bor. Chiroyli qiz-da, juda ham chiroyli qiz-da. Hamma ko'rgan odamni qo'liga olgisi kelardi. Bering, ko'tarib ko'ring, bering. Ha, dadasi, nimasini aytasiz? Vaqt rostdan ham juda tez o'tyapti. Bir pasda ikkala qizimiz ham katta qizlar bo'lib qolishdi, dadasi. Xudoga shukr. Ziyoda qizimiz o'zimizga o'xshagan, boy badavlat, obro'li xonadonga kelin bo'lyapti, dadasi. Yo'q, kuyov Rustamjonning oilasi ham yoqdi menga, juda ham yoqdi. Endi kuyovimiz o'zi ham chaqqongina bola ekan, pulga uradigan bola ekan. Ko'rasan, qizimiz hali maza qilib yashaydi, baxtli yashaydi. Iloyim, dadasi, aytganingiz kelsin. Hamma ota-onalar ham farzandimni baxti kamolini ko'rsam deydi. Onasi, sen xavotir olma. Hali shunaqangi chiroyli to'y bo'ladi. Hammani havas keladi, hammani. Dadasi, bir paytlar esizdami? O'g'il ko'rmadim, o'g'lim yo'q deb afsuslanib yurardingiz. Endi mana birin-ketin qizlarimizni ham uzatyapmiz. Erta ko'raman hali. Ziyodangizni uzatayotganda yig'laysizmi yo'qmi? Yig'lamayman. Opa, hali ham yotibsizmi? Opa, turing endi. Bugun pishiriq pishiramiz. Kuyov-navkarlarning kelishiga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Axir, to'yizga ham 2 kun qoldi-ku. Lekin to'g'risini aytaymi, opa? Siz ketsangiz zerikib qolaman. Hech ham tasavvur qila olmayapman. Opa, aytgancha to'yi ko'ylagi qachon keladi? Ziyoda opa, ishlayapsizmi meni? Nima uxladingiz? Hozir oyimma jahllari chiqadi. Ziyoda opa, turing endi. Opa, nima qilyapsiz? Hech narsa. O'zim shunchaki. Kiyimlarim, kerakli narsalarim. Nega ularni sumkaga joyladingiz? Haligi sal eskiroqlarini sumkaga joylab qo'ydim. Kerak emaslarini yerto'laga olib tushib tashlayman. Bu uydan ketganimdan keyin xalal bermasin. Qiziqmisiz, opa? Nega xalal beradi? Endi meni to'yim o'tgandan keyin bu xona faqat seniki bo'ladi. Narsalaringni yoyib, bemalol maza qilib yashaysan-da. Opa, siz ketsangiz zerikib qolaman. To'g'risi, hali ham turmushga chiqishingizni xohlamayotgandekman. Men ham xohlamasdim. Nachora. Lekin qiz bolani peshonasiga yosilgan taqdir shu ekanda. Baribir bir kuni tug'ilib, o'sgan uyimizni tark etarkanmiz. Xafa bo'lyapsiz, opa. Rustam akachi rosa yaxshi yigit. Hali sizni baxtli qiladi. Ha, opa, nimadir bo'ldimi? Unisa, agar nimadir bo'lsa, meni kechir, xo'p? Nima bo'lgan taqdirda ham men seni juda ham yaxshi ko'raman. Shuni hech qachon esingdan chiqarma, xo'p? Bu nimasi? Nega bularni yopinchiq tagiga qo'yib ketganlar? Voy o'lmasam, opam qochib ketibdilar.
dadasi. Oyi, dada, Ha? Ha, nima gap deyishding? Nimaga hovliqyapsan? opam yo'qlar. Nima? Opam yo'q deganing nimasi? Qizim, nima yo'q bo'ladi? Tushuntirib gapir. Haligi opam xonalarida yo'qlar. Ha, qayergadir chiqqandir. Nima vahima qilasan, bolam? Yotgan divanlariga yostiq qo'yib, ustiga yopinchiq yopib ketibdilar. Nega yo'q bo'ladi? Oyi, opam uydan qochib ketibdilar. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Nima? Uydan qochib ketibdi? Uydan Dadasi? qochib ketibdi. Voy o'lmasam. Nima deyapsiz? Bu nima qiliq? Buni ahvol. Qanaqasiga? Oyi, ana aytdim-ku, opam yo'qlar. Kechasi qayerda edi? Ha? Nimaga qaramading? Qayerda edi? Kechasi uxlashimizdan oldin opam shu yerda edilar. Sharmanda, sharmanda. 2 kundan keyin to'y bo'ladi. 2 kundan keyin to'y bo'ladi, ey. Qayoqqa ketdi? Nimaga qizingga qaramading? Nega hushyor tortmading? Nimaga? O'zi aytib bergandi, qo'shqovog'ini uyib yurgandi o'zi. Ey, baraka topgur onasan-ku. Nimaga qaramading? Nimaga? Dadasi men qayerdan bilay bunday bo'lishini? Nima bo'ladi? Xudodan oldida nima degan gap endi bu? El yurtda oldida, mahalla ko'yi oldida sharmanda bo'ldi-ku. Ha? Nimaga qaramadlaring? Eshitganda nima deydi? Nima deydi eshitganlar? Men sezib turibman qizimizni kimdir o'g'irlab ketgan. Chunki meni qizim bunaqa qilmaydi. Ziyoda bunaqa qilmaydi. Yo'q, aniq uni kimdir yo'ldan urgan. Qizimni bunaqa qilishiga ishonmayman dadasi. Maryam, hozirroq qizingni top. Aniqlalaring. Topasan, tushundingmi? Topasan. Agar topmasang, ikkalangni ham sog' qo'ymayman. Tushundingmi? Topasan. Sharmanda. Endi nima bo'ladi? Bolamni topa olmasam dadasi meni sog' qo'ymaydi-ku. Oyi, suv ichib oling. Oyi, endi nima bo'ladi? Dard bo'ladi. Balo bo'ladi. Qayerlarga ketdi ekan bu qiz? Qayerlarga ketdi ekan? Bu qiz nega bizga aytmasdan chiqib ketdi? Ey Xudoyim, bu qayerlarda yuribdi ekan? Bizni tiriklayin qora ko'rga tiqmoqchimi bu? Opam o'zi shu kunlarda to'yga norozi bo'lib yuradilar. Nima? Nima deding? Qaytarchi, nima deding? Axir siz ham buni juda yaxshi bilasiz-ku. Nimani bilaman? Ha? Opam o'sha Rustam akaga turmushga chiqishni xohlamayotgandilar. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin bu mavzu haqida bir marotaba gaplashdik, xolos. Bir marta opam bu gapni aytganlarida eshitishni xohlamagandingiz. Esizdami? Ziyoda, nima qilib turibsan bu yerda? Nega uchrashuvga chiqmading? Oyi, Ha? sizda gapim bor edi. Xo'sh, gapirchi. Men Rustam akaga turmushga chiqishni xohlamayman. Nega xohlamaysan? Sababi bormi? Oyi, meni ko'ngil qo'ygan yigitim bor. O'chir ovozingni. Dadang eshitmasinlar-ya. Boshimizga balo bo'ladi, bolam. Nega meni eshitishni ham xohlamaysiz, oyi? Chunki seni taqdiring hal bo'ldi. Dadang Rustamning oilasiga rozilik berganlar. Men uni yoqtirmasam, Yoqtirasan qizim. To'ydan keyin albatta yoqtirib qolasan. Nikohni yuzini issiq deyshadi-ku. Sharif akam yaxshi yigit. Uyimizga kelib, sizlar bilan gaplashmoqchilar. Ey, ko'chadagi duch kelgan uyga boshlab kelaverasanmi? Tentak qiz. Bu mavzuda boshqa biror marotaba ham og'iz ochmagin. Tushunding-a? Lekin oyi, Ovozingni o'chirginda uchrashuvga tayyorgarligingni ko'r. Sen Rustamga turmushga chiqasan.
Gap tamom, vassalom. Opa, yig'lamang. Iqboljon, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Yaxshi opa. Opa, mabodo Ziyoda qizim sizlarnikiga bormadimi? Kelgani yo'q. Nima bo'ldi? Ziyoda uyda emasmi? Yo'q. Qayergadir chiqqandir-da. To'yga tayyorgarlik ko'rib o'tiribmiz. Hammamiz boramiz. Mayli opa, kelinglar. Xo'p. Maryam! Labay dadasi? Nima gap? Biror bir yangilik bormi? Yo'q, hech qanaqa yangilik yo'q. Hamma qarindoshlarimga telefon qildim. Yo'q, birontasinikiga bormagan. Qayerga ketdi qizim? Qayoqqa? Sen qayoqqa otlanding? Oyi, men mahallaga chiqib, opamni surishtirib kelaman. Balki dugonalardan kimdir ko'rgandir. Mayli bolam, ehtiyot bo'l. Xo'p, dada. Biron bir yangilik bo'lsa darrov xabar bergin, xo'p? Xo'p bo'ladi. Boshim og'rib, nafasim siqilyapti. Qayoqqa ketdi? Qayoqqa? Bu qiz bizni ado qiladi. Qayoqqa ketgan? Kim bilan? Bilmadim dadasi. Bilmadim. Dadasi, odamni qo'rqitmay doringizni olib kelingmi? Dori kerak emas. Dadasi, balki Rustam bilan ketgandir. Nima? Nimaga Rustam bilan ketadi? Ye. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'nisi yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ziyodaga rosa telefon qildim, tusholmayapman. Uydamidi? Opammi? Opamda ishingiz bormidi? Ha, bugun kelin kuyning olgani birga boramiz deb kelishgandik. Ziyodani o'zi kiyib ko'rib, o'lchamlarini to'g'irlash kerak edi. Shunga chaqirib bering. Ziyoda opamni chaqiraymi? Ha? Nima, yana boshqa opangizam bormi? Ha, yo'q-a. Ha, sizni yo'ldan qoldirdimmi deymana? Daringiz ichkaridamili? O'zim kirib gaplasharman. Yo'q, hozir unda opamni chaqiraman. Siz shu yerda turib turing. Mayli, kutib turaman, faqat tez chiqsin. Boshqa ishlarim ham bor edi. Xo'p. Dada, Ha, Rustam aka ketdilar. Rustam? Qayerga keladi? Tashqarida kutib turibdilar. Qizim, Rustam tashqaridami? Ha, oyi, tashqarida kutib turibdilar. Voy sho'ram. Nega ketdi ekan? Opam bilan to'y ko'ylagini olish uchun borishmoqchi ekan. Opamga rosa telefon qilib tusha olmabdilar. Ana bo'lmasam. Ana, dadasi endi nima qilamiz? Endi nima bo'ladi, a? Aytdim-u. Maryam, endi bu Rustamjonga nima deymiz? Ha, u qizingni qochib ketganini eshitsa bu aniq to'yni to'xtatadi to'yni. Nafasingiz siqiling, dadasi, odamni qo'rqitmang. Ey, qanaqa qilib bu tarbiyasiz qizing qayoqda yuribdi odamni yuzini yerga qaratib? Qayoqda? Dadasi, hozir biror narsa o'ylab topamiz. Hozir birorta bahona topamiz, dadasi. Nima topsak ekan, nima desak ekan unga, nima desam ekan? Bahona o'ylab topamiz deb Rustamni aldamoqchimisan? Uni boshlayotgan yangi hayotini ham yolg'onga qurasanmi? Unda nima deymiz Rustamjonga? Axir Ziyoda uyda yo'q-ku. Oyi, nima deb? Rustam aka kutib qoldilar. Bu yog'i nima bo'lishini peshonamizdan ko'ramiz. Bor chaqir. Xo'p, dada. Iye.
Ziyodadan SMS. Rustam aka, meni kechiring. Tushunmadim. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Telefonni hujjatlaringiz. Ziyoda, nimaga bunaqa qilyapsan? Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Telefonni Rustam aka, ichkariga kirarkansiz. Munisa, tushunmadim. Ziyoda nimaga chiqmadi? Haligi dadam sizdan so'rayotgandilar. Nimadir bo'ldimi? Nima? Ziyoda uyda emasmidi? Opam uyda emas. Xo'p, qayerda u? Gapiring. To'g'risi, opamni qayerdaligini biz o'zimiz ham bilmaymiz. Tushunmadim. Qanaqasiga bilmaysizlar? Uyga kiring, dadam hammasini aytadilar. O'zi opam siz bilan gaplashmadilarmi? Mendan kechirim so'rab SMS yozib yuboribdi. Mayli, ichkariga boshlayingchi. Xush kelibsiz Rustamjon. Yaxshimisiz? Rahmat. Rustamjon, sizni ichkariga chaqirishimizdan nima deb tushuntirishni bilmayapman. Nima deb gapirishga boshim qotgan. Biror nima bo'ldimi? Ziyoda yo'q Rustambek. Ertalabdan beri yo'q. Qayerga ketganini bilmayapmiz. Qidirmagan joyimiz qolmadi, endi nima qilamiz, hayronman. Boshimizda shu kunlar ham bor edi. Tushunmadim. Bo'ldi qil. Bo'ldi, yig'laverma. Bor, xonaga chiqib tur. Bor. Iqbol aka, Labay. Ziyoda nimaga ketib qoladi? Rustamjon, o'zimiz ham bilmayapmiz. Haqiqatda bilmayapmiz. Hech kimga hech narsa demasdan chiqib ketgan. O'zimizni ham boshimiz qotgan. Ishoning, nega bunday qilganiga tushunmayapmiz. Yarim kechasi chiqib ketganmi yoki mana ertalab chiqib ketganmi? Hech kim. Na onasi, na singlisi ko'rmagan. O'zimiz ham hayronmiz. Har xil xayolga bordik. Har xil xayolga. Hayronmiz. Mingta gumon ko'chalariga kirdik. Ishonasizmi? Erkak bo'lib nima qilishni bilmayapman. Tushunarli. Demak, Ziyoda baribir niyatiga yetibdi-da. Tushunmadim. Rustamjon, qanaqa niyati? Yo'q, iltimos qilaman, ochiqroq gapiring. Sizga qizim nimadir deganmi? Menimcha qizingiz bu to'yga rozi bo'lmayotgan edi. Siz ochiqroq gaplashaylik, to'g'risini aytavering. Nima gap? O'zi Ziyodan menda ko'ngli yo'qligini sezgandim. Oyi, ahvolingiz yaxshimi? Qanaqa qilib yaxshi bo'lsin qizim. Bu opang meni o'ldirdi-ku. Qayerda yurgan ekan bu opangga? Qayerda? Bilmadim, oyi. Ertalab opang chiqib ketayotganini nahotki sezmading bolam? Shunchalik e'tiborsiz bo'ldingmi? Qotib uxlab qolman. Sezganim yo'q. O'zi ham ayiqqa o'xshab uxlaysan-da. Nega meni urishasiz? Men bunaqa bo'lishini qayerdan bilibman? Bu o'z boshimcha opang bizni sharmanda qildi qizim. Rustamjon yonida ham bir tiyinlik odam bo'ldik. Endi u aniq Ziyodaga uylanmaydi bolam. Qizimni fotihasi ham, to'yi ham buziladigan bo'ldi. Oyi, balki to'y buzilmas. Buziladi qizim. Buziladi. Qaysi yigit bunaqa voqeadan keyin to'yini to'xtatmaydi? Mayli. Opang bir kun qaytib ham kelar. Lekin bizchi? Biz ko'cha-kuyda qanaqa qilib boshimizni ko'tarib yuramiz, a? Qanaqa qilib? Bo'ldi, oyi. O'zingizni qiynayvermang. Endi qaytib kelgan taqdirda ham Rustam haqiqatni biladi bolam. Ziyodaga uylanarmidi? Yo'q, uylanmaydi. Qiz bolaning iffati juda ham nozik bo'ladi, qizim. Unga bir marotaba qora dog' tushdimi? Tamom. Uni nomi ham, taqdiri ham qora bo'ladi.
Munisa, sen opang qilgan xatoni aslo qilmagin bolam. Xo'p, oyi. Bo'ldi, siqilmang. Kasal bo'lib qolasiz. Rustamjon, ota farzand dunyoga kelgandan keyin u o'g'il bo'ladimi, qiz bo'ladimi, bor mehrini berar ekan. Bor mehrini. Mani bolam, mani qizim hech kimdan kam bo'lmasin deb harakat qilar ekan. Bir umr o'zi qiynalsa ham, lekin bolalariga topganini olib kelar ekan. Aytishadi-yu, yemek yediradi, kiymek kiydiradi. O'sha bu ota-ona bo'lar ekan. Bilasizmi, hatto shu bolasini baxti uchun o'zi xohlamagan ishlarni ham vaqti kelsa qilar ekan. Halol ishlab shu bolalarim to'q bo'lsin deb kunni tunga, tunni kunga ular ekan. Tinmasdan mehnat qilib yashayotgan bolalar uchun. Men ham ikkita qizimni kam qilmadim. Halol boqdim, oq yuvib, oq tarab katta qildik. Yaxshi niyatlar bilan to'y boshladim. Lekin to'yga 2 kun qolganda qizim yuzimni yerga qaratdi. Yuzimga oyoq bosib ketdi. Xafa bo'lmang-ku. Balki sizda ham ayb bordir. Qizingizni ko'ngliga qaramagandirsiz. Rustamjon, unda men shunchalik bemehrmanmi? A? Bemehrmanmi? Qizim yosh, u hali hech narsani tushunmaydi, yosh u. Qizimni tanlaganini bilaman. Nima? Bir kuni o'zi sizga bu gapni gapirishim noqulay, lekin qizimni ko'chada bir yigit bilan gaplashib turganini ko'rgan edim. U to'g'ri so'z bola ekan. Qizimni yoqtirib qo'yganini aytdi. Lekin qarasam, uni ijtimoiy kelib chiqishicha yaxshi emas. Topish tutishi joyida emas. Endi o'zingiz o'ylang. Ishini tayini bo'lmagandan keyin qizim unga ravo ko'rmadim. Demak, buni avvaldan reja qilishgan ekanda. Ha? Yo'q, Rustamjon, yo'q. Men qizimni oqlamoqchi emasman. Shu qizimni baxtini o'ylab sizni munosib ko'rgan edim. Qizim Ziyoda, u hali yosh. Umuman hayotni tushunmaydi u. Yosh. Turmushni og'ir mushtini, hayotda baland pastini qayerdan ham bilsin u? Demak, ular birga yashirincha qochishgan. Demak, to'y bo'lmas ekanda. Nachora, men tezroq borib, bu xunuk xabarni uydagilarga yetkazay. Ular rosa to'yga tayyorgarlik ko'rishayotgandi. Rustambek, men katta boshimni kichkina qilib sizdan uzr so'rayman. Uzr. Mayli. Shunday bo'lish kerak ekan, bo'lyapti. Nima deysiz? Taqdirga yozilgan ekan-da. Muhimi Ziyoda eson-omon uyiga qaytib kelsin. Endi u qiz qaytib kelsa ham
ostonamga kiritmayman. Siz avvalo g'azabdan tushing. Nima bo'lganda ham g'azab bilan qaror chiqarib bo'lmaydi. Mendan o'tganlar uchun uzr. Sog' bo'ling. Qizim, shundoq yigitni qadriga yetmading. Dadasi, Rustamjon ketdimi? Nima dedi? To'y bo'lmaydi. Onasi, bu qizing qaddimizni yekdi. Yoshlik qildimikin? Ziyoda qizim, nega unaqa qilding, nega? Dadasi, yuragimda ko'p bo'lib ketyapti. Ziyoda qachon kelarkin? Qayerlarda yurgan ekan? Endi menga farqi yo'q. Agar kelsa ham ostona g'atlab uyga kirmaydi. Unaqa demang dadasi. Nima bo'lganda ham axir qizimiz-ku. Unaqa demang, qarg'amang. Bunaqa qizni otasi bo'lganimdan bo'lmaganim yaxshi edi. Noroziman. Bizni sharmanda qilgani uchun. Mayli xor bo'lsin. Yo'q dadasi, iltimos qarg'amang. Hali ko'rasiz, qizimiz qaytib keladi. Axir u hali yosh-ku. Nima qilayotganini bilmayotgandir. Dadasi, iltimos uni qarg'amang, xo'p? Bilib qo'y Maryam. Endi bizni Ziyoda degan qizimiz yo'q. Shu daqiqadan boshlab bu uyda Ziyoda degan ism ishlatilmaydi. Tushunding-a? Qayerda bo'lsa ham qaytib kelmasin. Meni yer bilan bitta qilib ketgan qizni kechirmayman. Hali qaytib keladi dadasi. Iltimos qizimizni qarg'amang. Rozi emasman. Qaytib kelmasin. Nega unday qilding qizim? Nega unaqa qilding? Nega ketib qotding? Axir biz seni yaxshi ko'rardik-ku. Ey Xudoyim. Ziyoda yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega chaqirdingiz? Axir 3 kundan keyin to'yim bo'ladi. Zo'rg'a chiqdim uydan. Nima xohlaysiz o'zi? Endi nima 3 kundan keyin to'yim deb indamasdan otangni uzatganiga tegib keturasanmi? Ziyoda, meni o'ylamadingmi? Siz Sharof aka. Ota-onam sizga turmushga chiqishimga rozi bo'lishmadi-ku. Men nima ham qila olardim? Nega rozi bo'lishmadi? Nima, meni otam oddiy quruvchi bo'lgani uchunmi? Yoki cho'ntagimda pulim yo'q bo'lgani uchunmi? Otang ham ko'ksimdan aytardi.
Iltimos Sharof aka. Xafa bo'lmang. Ziyoda, menga qara. Meni sevasanmi o'zi? Faqat ko'zlarimga tik qarab ayt. Endi bu gaplarni nima foydasi bor? Hali ham kech emas. Muhabbatimizga yetishsa bo'ldi. Yo'q, bo'lmaydi. Ertadan keyin nikoh o'qiladi. Biz kech qoldik. Endi hammasi tugadi, tushunyapsizmi? Yo'q. Hammasi tugagani yo'q. Oldimizda hali bir kun vaqt bor. Tushunmadim. Bu bilan nima demoqchisiz? Shu bir kun ichida hamma narsani butunlay o'zgartirsak bo'ladi. Bilasanmi, hammasi o'zimizga bog'liq, Ziyoda. Qanaqasiga? Ochiqroq gapiring. Men telefon orqali hammasini senga tushuntiraman. Faqat sen yo'q demasang bo'ldi. Yo'q demaysanmi? Men bilmadim. Ziyoda, agar meni sevsang yo'q demaysan. O'ylab ko'raman. Hozir esa ketishim kerak. Xayr. Kutaman, Ziyoda. Bola. Qayerda eding? Qayerga ketib qolding? Qayerlarda yuribsan? Sog' omonmisan? Kechiring oyi. Meni kechiring. Qizim, dadang shunchalik xafa bo'ldiki, bilasanmi? Shunchalik xafa bo'ldiki. Nega unaqa qilding bola? Nega? Men qattiq adashdim. Xato qildim. Ko'zlarim ko'r ekan. Nima qilyapman? Nimalar qilyapman o'zi? Bu ishim to'g'rimi? Meni deb ota-onamning yuzlari shuvut bo'ladi endi. Nima qilay? Axir o'zlari meni eshitishmadi ham-ku. Ziyoda, bo'ldi. Xonaga to'lov qildim. Endi sal qimmatroq ekan-u. Faqat bitta shu xonasi bo'sh ekan. Amallab ko'ndirdim. Nima? Bitta shu xona deysizmi? Siz qayerda qolasiz? Qayerda bo'lardi? Shu xonada qolaman. Shoshmang. Axir biz bitta xonada tunab qola olmaymiz. Turmush qurmagan bo'lsak. Endi turmush quramiz-ku. Buni nima farqi bor? O'ylab gapiryapsizmi? Yo'q, men bitta xonada qolishga rozi emasman. Boshqa bo'sh xonasi yo'q, tushunsen-chi? Yaxshisi yana bitta xona oling. 3 kishilik xonasi bor ekan, lekin bundan ancha qimmat. Meni pulim yetmaydi hozir. Endi qaysarlik qilmasang-chi? Yaxshi, unda bu yerda qolmaymiz, boshqa joyga boramiz. Yo'q, shu yerda birga qolamiz. Bo'ldi, gap tamom. Sharof aka, biz bitta xonada birga yota olmaymiz. Menga noz qilasan? To'yini ham bizib qo'rqqandan ergashib kelding-ku. Endi men nima desam shuni qilasan. Qo'yvoring, nimalar deyapsiz? Sizni tanimay qolyapman, Sharof aka. Menga qara. O'zi yo'l bo'yi xato qilmayapmizmi deb yig'lab kelding. Bo'ldi, endi taqdirga tan ber. Shu xonada birga qolamiz. Men boshqa gap eshitishni ham xohlamayman. Siz bilan bitta xonada qolmayman. Nima? Mendan hazar qilyapsanmi? Endi ering bo'laman-ku. Baribir meniki bo'lding. Men xato qilibman. Katta xato qilibman. Men sizni deb ota-onamning yuziga oyoq qo'yib keldimmi? Aslida uyimning ostonasidan chiqayotganimda afsuslanishni boshlagandim. Mana shu yerga kelib o'sha afsuslarim pushaymonlikka aylandi. Men ketdim. Shoshma.
Biz shahardan uzoqdamiz. Qaysar. Qaqqa ham borardi. G'arb qaytib keladi. Ha, ahmoq qiz-a! Ahmoq qiz! Nimalar qilib qo'yding, a? Nimalar qilib qo'yding? Dadajon, iltimos meni kechiring. Men bebosh qizingizni kechiring. Nega kelding? Kimni topgan bo'lsang,